xonadonni egasi shu odam. Ha, salomat bo'ling. Siz chiqing to'g'ri. Xo'p, deyman. Men bu yoqqa o'tiraman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, salomatmisiz? Allohu akbar. Salomat bo'ling. Rahmat. Xurshid opa, siz ha, yaxshimisiz, charchamayapsizmi, salomatmisiz? Tikuvchilik qilaman deganingizga yigitlar harakat qildik, endi tikuv mashinasi olib kelishga sizga opa. Ikkita tikuv mashina opa, xudo xolasa. Yana kim bor bitta sherigingiz? Xo'jayingiz keladi. Bitta shogird olasiz mahalladagi qizlardan bittasini olasiz. Tog'a buyursin, iloyim. Nima deydi? Shu joylarda ham obod bo'lib, yaxshi to'ylar bo'lsin, to'ylarda ham kelaylik, xudo xolasa, iloyim. Bolalar bu yog'iga ham xabar olib turishadi. Nima yordam bo'lsa, qo'limizdan kelgancha yoninglardamiz. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri sizlarning sevimli san'atkoringiz Ozodbek Nazarbekov. Marhamat, kuylaz olqishlar. Kuyovlar, siz bugun nima deydi? Eng baxtli kuningiz. Siz keldingiz mana. Kelin boshi sizni ham peshanangiz yarqiragan ekan mana. Hissiyot ancha kuchli. Sizlar kelishlaringni kutmodik to'g'risi. Ey azaldan tobat ko'nglingiz taring sening. Charatil kim bo'ldi jonim? Asl afyoring sening. Tasodif bo'ldimi? Tasodif. Rahmat. Xursandman ancha. Juda xursandsiz. Ko'nglimga sig'mayapti to'g'risi. Taassurotlar zo'r. Kutmagandik to'g'risi. Ekanlarimiz ham. Ketaman der ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar. Maylini zoritsa yetar, ketsa yetar, ketsa yetar. Hokimimizga ham, prezidentimizga ham rahmat. Ketsa ketar, ketsa ketar. Murodiga yetsa yetar, yetsa yetar, yetsa yetar. Hokim bilan ham gaplashdim. O'shanda masala bo'lmaydi. Bilan ozgina krediti ham borda. G'aybulla. Tanisizlar bu yigitni? Hozir yoshlarimiz eng sevimli san'atkorlardan biri. Bu yigit ham o'zi mehnat qilib, o'zini peshana terisi bilan o'zi harakat qilib yuzaga chiqqan yigitlardan biri. Shuning uchun hozir menga orqadan gap yetib keldi. Ular kreditini bugun yopib beraman deyapti, sizlarning kreditini. Duo qilasizlar shu yigitga. Shu yigitni duo qilasizlar. Umri uzoq bo'lsin. Ha, shu yerda hozir eshitib bo'ldi, men bugun xudo xolasa hal qilib ketaman deyapti. Alloh rozi bo'lsin. Rosa kattakon rahmat. Shuncha bolaning ichidan meni bolalarimni tanlashibdi. Shularga ming roziman. Dunyo turguncha sursin. Sizga o'xshagan Abrorbekni ham, Gulmira opamni ham martabalari ulug' bo'lsin. Avvalo prezidentga duo qiling. Bizdan doim talab qilib turgan, nazorat qilib turgan inson birinchi navbatda prezidentimiz. Shuning uchun shu insonning islohotlari bugun har bir xonadonga yetib borishi shart. Har bir oilaga yetib borish kerak. Shunga biz mas'ulmiz. Qo'limizdan kelganicha harakat qilyapmiz. Mana hokimiyat ish qilib hamisha shu xalqimizni yordamga muhtoj qatlamidan doim xabar olib turishibdi, boshqa qilyapti. Umuman biz ham vazirlarni ham bugun vazifamiz. Mana bugun qancha yaxshiliklar bo'ldi. Bugun, qizim, xursand bo'ldingmi? Ha? Barakalla. Mana shu qiz asal qiz. Xudo xolasa bu juda katta yulduz san'atkor bo'lasan hali, xudo xolasa qizim. Xo'pmi? Senga omading bersin, o'g'lim, baraka top. Sog' bo'lgin, rahmat.